hurmatli tadbirkorlar, bugungi uchrashuvimiz Prezidentimiz tashabbusi bilan banklar va tadbirkorlar o'rtasidagi uch tajribasi asosida o'tkazilgan uchrashuvimiz. Bugungi uchrashuvimiz Yuqori Archa sanoat zonasida tashkil etilyapti. Bu sanoat zonada tadbirkorlar uchun ajratiladigan yerlar bo'yicha ma'lumot beramiz. Shuningdek biz Bank tomonidan tadbirkorlarga ajratiladigan kreditlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz va shu kreditlarga sizlarda talabgorlar bo'lsa, ularni registratsiya qilib, ro'yxatga olib, shu kundan e'tiboran ajratishlikni yo'lga qo'yib, takliflarni boshlaymiz. Hozirda mavjud kreditlarimiz haqida Bank tomonidan ajratilgan kreditlarni ma'lumot berib o'taman. Birinchisi mahalla loyihasi krediti shu 50 million so'mgacha sug'urta polisi asosida ajratib borib beramiz. Muddat 4 yilga, foizi 25%. Ikkinchisi biznesning maqsadi 17 million so'mgacha 3 yil muddatga sug'urta yoki bo'lmasa kapitali asosida 17 million so'mgacha ajratamiz. Shuningdek issiqxona qurish uchun barakali limonzor yo'nalishi kreditimiz bor. Hozir bu 37,5 million so'mgacha issiqxona qurib, o'z xonadoningizda istasangiz tadbirkorlik joyida 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr asosida ajratamiz.